Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Bugungi sessiyada xalq deputatlari Bog'dod tumani kengashiga saylangan 24 nafar deputatdan 18 nafari qatnashmoqda. 6 nafar deputat uzrli sabablarga ko'ra ishtirok etmayaptilar. Bugungi sessiya ishiga tuman kengashi deputatlari, tuman hokimi o'rinbosarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari taklif etilgan. Taklif etilganlar yetib keldilar. Sessiyani ochish to'g'risida kimda qanday taklif bor? Sessiyani ochilsin degan takliflar tushyapti. Marhamat, ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. 7-chaqiriq xalq deputatlari Bog'dod tuman kengashining 26-sessiyasini ochil deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, sessiya kotibligiga 1-o'ltirma saylov okrugidan saylangan tuman kengashi deputati Pirxonova Zulfiya Abduvosiyevnani saylashni taklif qilaman. Boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar, rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Marhamat, Zulfiya Abduvosiyevna joyingizga egallashingiz mumkin. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, sessiya reglamentini kelishib olamiz. Sessiya kun tartibidagi masalalar bo'yicha har bir ma'ruza uchun 30 daqiqagacha, qo'shimcha ma'ruza uchun 10 daqiqagacha, muzokaralarda so'zga chiquvchi deputatlarga 10 daqiqagacha vaqt berish bo'yicha taklif bor. Sessiya reglamenti bo'yicha boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa, qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Rozilar, rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Sessiya reglamenti bir ovozdan qabul qilindi. Hurmatli deputatlar va sessiya qatnashchilari, bugungi navbatdagi 26-sessiyaning kun va ish tartibi sizlarga tarqatilgan. Taklif etilgan kun tartibi to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ma'qul bo'lmasa, taklif etilgan kun va ish tartibi tasdiqlansin degan deputatlarni munosabat bildirib qo'yishlarini so'rayman. Taklifga rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Sessiya kun va ish tartibi tasdiqlandi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, ruxsatlaring bilan kun tartibidagi birinchi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Bog'dod tumanida davlat organlari va tashkilotlarda norma ijodkorligi, huquqni qo'llash amaliyoti hamda huquqiy targ'ibot va ma'rifat bo'yicha olib borilgan ishlar holati to'g'risida tuman adliya bo'limi boshlig'ining axboroti dastlabki tarzda korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyada ko'rib chiqilganligi yuzasidan komissiya xulosasini o'qib eshittirish uchun so'z doimiy komissiya raisi Hamroqulov Doniyor Tohirovichga. Marhamat. Assalomu alaykum, sessiya qatnashchilari. Biz doimiy komissiyamizda O'zbekiston xalq deputatlari Bog'dod tuman kengashiga tegishli doimiy komissiya tomonidan tuman adliya bo'limining 26-yil yarim choragining amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi hisobotlarni ko'rib chiqdik. Axborotni o'rganish davomida tuman adliya bo'limi tomonidan qonun ustuvorligini ta'minlash, fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, normativ huquq hujjatlarini qonuniy muvofiqligini ta'minlash, huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish hamda aholining huquqiy savodxonligini oshirish borasida tegishli ishlar amalga oshirilayotganini qayd etildi. Shuningdek, tuman hokimligi va xalq deputatlari tuman kengashi tomonidan qabul qilinayotgan hujjatlarni huquqiy ekspertizani o'tkazish, aniqlangan qonun buzilishi holatlarini bartaraf etish yuzasidan tegishli choralar qo'llash, fuqarolarning buzilgan huquqlarini hamda qonuniy maqsadlarni himoya qilishga alohida e'tibor qaratilganligini ta'kidlandi. Fuqarolarning murojaatlari bilan ishlar jarayonida ularning kundalik hayotda uchrayotgan huquqiy muammolarni aniqlash, ularni huquqiy tushuntirish, berish, amaliy yordamlar ko'rsatish, zarur hollarda sud o'rtalarida murojaat qilish orqali huquqlarini tiklash bo'yicha samarali ishlar olib borayotgani ijobiy baholandi. Bundan tashqari, huquqiy targ'ibot barcha yo'nalishlarda qonunchilikdagi yangiliklarni aholiga yetkazish, davlat organlari, tashkilotlari xodimlari huquqiy bilimlarini oshirish, ijtimoiy tarmoqlar va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holatda huquqiy axborotga keng targ'ib qilish ishlari yo'lga qo'yilgan. Doimiy komissiya tomonidan tuman adliya bo'limining fuqarolarning huquqiy va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, huquq buzilishlarning oldini olish, bu targ'ibot ishlarini kuchaytirish hamda aholining huquqiy savodxonligini oshirish borasida faoliyati ijobiy baholandi. Mazkur masala mas'ullar va soha mutaxassislari va ekspertlar ishtirokida muhokama qilinib, tuman kengashining navbatdagi sessiyasida muhokamaga kiritish
haqida komissiyasiga tegishli qaror qabul qildi. Rahmat. Mazkur masala yuzasidan so'z tuman adliya bo'lim boshlig'i Ismoilov Nuraliyev. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Davlat tuman adliya bo'limi o'z faoliyatini 2026-yil 6 oy davomida davlat organ tashkilotlarida amaliyot va tarbiya ishlari ahvoli to'g'risida qisqacha axborot. Adliya bo'limi o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2018-yil 13-apreldagi davlat huquqiy siyosatini amalga oshirishda adliya organlari va muassasalari faoliyatini tubdan takomil O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini yana takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi faqat 3666 son qarorini tasdiqlangan Adliya vazirligi to'g'risidagi nizom, shuningdek Adliya vazirligi va Farg'ona viloyat adliya boshqarmasi boshlig'ining buyruqlari asosida olib boriladi. Bo'lim tomonidan 2026-yil 6 oy davomida belgilangan faoliyatning ustuvor yo'nalishlari ijrosi hamda davlat organ tashkilotlarining norma ijodkorligi va huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish holati bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi. Tuman hokimligi, xalq deputatlar kengashi hamda davlat organ tashkilotlarining qarorlarini monitoring qilish sohasida tuman hokimligi va xalq deputatlar kengashi qarorlari huquqiy ekspertizadan o'tkazib kelinmoqda. Xususan, xalq deputatlar kengashining ikkita qarorlari huquqiy ekspertizadan o'tkazildi. Misol uchun, Bag'dod tumanida suv yetkazib berish xizmati, davlat muassasasi hududlar, manbalar va suv iste'molchilari bo'yicha suv olish limitlarini tasdiqlash to'g'risidagi qarori huquqiy ekspertizadan o'tkazilib, ijobiy xulosa berildi. Shuningdek, davlat organ tashkilotlarida huquqiy monitoring ishlari, o'rganishlar o'tkazib borilib kelmoqda. Xususan, 2026-yil 6 oy davomida davlat organ tashkilotlarida 3 ta o'rganishlar va 8 ta monitoring o'tkazildi hamda sohada huquq qo'llash amaliyoti tahlil qilindi. Xabarlaring bor, biz bevosita monitoringlarimizni dastur orqali o'tkazamiz va joyga chiqqan holatda monitoring o'tkazib kelinadi. O'rganishlarimiz va monitoringlar davomida hozirgi kunda o'sha axborotlashtirish baza ishga tushgan. Biz bazadan to'g'ridan-to'g'ri muddat uzilishlari yoki bo'lmasa qonun buzish holatlarini to'g'ridan-to'g'ri ko'rish imkoniyatiga egamiz. Davlat xizmatlari markazlari tomonidan fuqarolarga berilayotgan o'sha arizalarni ko'rib chiqish muddatlari yoki bo'lmasa o'tkazilgan monitoringlar o'sha baza orqali monitoring qilganimiz muddat uzilishlar aniqlanib, tegishli davlat organ tashkilot rahbarlariga ma'muriy jarima qo'llanish to'g'risida bayonotlar rasmiylashtirib kelinmoqda. Xususan, aniqlangan qonun buzish holatlarini bartaraf etish maqsadida tegishli mansabdor shaxslar nomiga 2026-yil 6 oy davomida ikkita ta'minotnoma, illegal qamoqxona kiritildi. Bir nafar shaxsning javobgarlikka tortilgan bo'lsa, shundan aybdor shaxslarni ma'muriy javobgarlikka tortish bo'yicha vakolat organiga kiritilgan 4 ta ma'muriy takliflardan 4 nafar mansabdor shaxslar ma'muriy javobgarlikka tortildi. Xususan, tumandagi yo'llardan foydalanish tashkiloti o'tkazilgan o'rganishda xodimlarning mehnat huquqlarini buzilgani holati aniqlandi. Kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida bo'lim tomonidan tegishli ta'minotnoma kiritilib, qonun buzish holatlari bartaraf etildi. Tumandagi kadastr va suv oqova tashkilotlarida o'tkazilgan monitoringlar natijasida davlat xizmatlarini ko'rsatish sohasidagi qonun buzish holatlari aniqlandi. Holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, mas'ul xodimlarga nisbatan ma'muriy jarimalar qo'llanildi. Shuningdek, tumanimizdagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazida murojaatlarni ko'rib chiqish masalasi yuzasidan kelib chiqqan murojaatlar tahlil qilinib o'rganilganda, tuman SES bo'limi tomonidan murojaatni ko'rib chiqishda qonun buzish holatlari yo'q bo'lgan xodimlarga nisbatan ma'muriy jarima jazosi qo'llanildi. Jismoniy yuridik shaxslarning manfaatlarini ko'zlab fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga 36 ta da'vo arizalar kiritilib, da'vo arizalarining barchasi qanoatlantirildi. Norma ijodkorligi sohasida adliya bo'limi tomonidan milliy qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha 3 ta taklif ishlab chiqilib, Viloyat adliya boshqarmasiga taqdim qilindi. Bevosita mana shu takliflarimiz, o'rganishlarimiz va monitoring natijasida ishlab chiqiladi. Monitoringlarimizda biz o'sha qonun buzishdan faqat bartaraf qilib qo'ymasdan, o'sha aniqlangan muammo qonun buzishlarga sabab bo'lib turgan muammoni ham bartaraf qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqamiz. Shunchaki jazolab qo'yish bilan ish bitmaydi, to'g'ridan-to'g'ri uni bartaraf qilish bo'yicha mexanizm ishlab chiqishimiz kerak. Struktura tizim qanday ishlayapti, qanaqadir ba'zida to'sqinlik bo'lyaptimi, yo qonun ishlar qo'llashdan to'g'ri ketyaptimi? U bo'yicha ham alohida biz taklif ishlab chiqamiz. Bu bo'yicha sizlarga taklif tayyorlab qo'yganmiz, kotibiyatlarga taqdim etildi. Xususan
tumandagi o'sha tibbiyot muassasasida o'tkazilayotgan monitoringlarimizda juda ko'p holatlar o'rganiladi, lekin bevosita o'zimiz kelib tahlillar o'tkazganimizda qonun buzish holatlariga sabab bo'ladigan holatlar bo'yicha alohida taklif tayyorladik. Buni ko'rib chiqishlaring mumkin. O'zlaring muhokama qilib, o'sha xorijiy tajribalar ham o'rganildi. O'zbekiston qonunchiligiga taklif qilinayotgan normalar ham o'rganildi. Hammasini o'rganib, bevosita shu kotibiyatga ta'lim qilindi. Bir qator ko'rishlar mumkin. Agar ruxsat bersangiz to'xtalaman, bo'lmasa keyingisiga o'tib ketaveradi. Hop, keyingi masalamiz qabul qilinayotgan qonunlar va boshqa normativ hujjatlarning mazmun mohiyat va ahamiyatini tumanlar, shaharlar tuzilmasidagi ijrochiga yetkazish sohasida. Avvallaring bor, yangi chiqqan me'yoriy hujjat, normativ hujjatlar bevosita ijrochiga yetib borish shart. Ijrochiga yetib borishda gorizontal va vertikal shaklda ishga solingan. Masalan, vertikal shaklda bo'ladigan bo'lsa, vazirliklarga, shu Adliya vazirligi o'zlarining veb-sayt orqali yoki Telegram botlarga tashlab berilsa, biz vertikal gorizontal yo'nalishda biz o'zimizdan tarqatib turamiz. Normativ hujjatlar, axborot tahlil materiallar tumandagi barcha davlat qo'mita tashkilotlarini hamda idoralarni elektron shaklda yuboriladi. Bizda oldin qog'oz shaklda yuboriladi, endi to'g'ridan-to'g'ri Telegram orqali yoki bo'lmasa o'sha o'zlarining saytlariga jo'natib qo'yamiz. Yangi chiqqan o'zini sohasiga oid bo'lgan me'yor hujjatlar. Qonun hujjatlarini yetkazishda respublika, viloyat, tuman, shahar, mahalla prinsip bo'yicha huquqiy targ'ibot ishlari to'g'ri tashkil etish maqsadida huquqiy targ'ibotning innovatsion usullaridan keng foydalanib keladi. Shu jumladan veb texnologiyalarni qo'llanishini kengaytirishni ta'minlash bo'yicha Telegram va sahifa va guruhlarga muntazam joylashtirib boriladi. Xabarlaring bor, yangi qonun qabul qilinganidan tashlaymiz. Fuqarolarimiz tezroq voqif bo'lish uchun. Voqif bo'lyapti, ayrim holatlar ham bo'ladi. Davlat organ tashkiloti xabari yo'q, fuqarolarda xabar. Fuqarolarga ham yetkazib beryapmiz. Nimaga? Borgan o'sha tashkilotda to'g'risizlikka uchraymiz. Hozir bo'ldi, yaqinda biz o'zimizda nimamizda xabarlaring bor. Uy-joylarga kadastr hujjatlar rasmiylashtirish bo'yicha o'zboshimchalik hatto ishlari davom etyapti. O'sha bo'yicha qonun o'zgardi. 3 barobar soliq to'laydi yiliga. Shu narsani to'xtatib qo'ydik. Yangi qonun chiqib, amaliyotga tatbiq qilganmiz. Chiqarib ham berdik, tasdiqlagan holatni yetkazib berdik. Lekin soliq idoralari hali bu narsa respublikadan kelmaganligi sabab bilan o'sha 3 barobar soliq yana qo'llanayotgan holat. Bevosita o'sha yuqori turuvchi organlarga murojaat qilindi. Bu narsaga raqam berildi. Bu fuqarolarimizni ongini ozgina oshirib qo'ysak, o'zlari borib kerak bo'lsa, fuqarolar o'sha davlat qo'mita tashkilotining bilmaydigan holatga yetkazyapti. Yetib bormagan bo'lishi mumkin, tabiiy. Buni biz boshqasini bilamiz, lekin yetib bormagan bo'lsa, fuqarolarimizni ham bildirib qo'yadi. Parallel ravishda faqat oldin davlat qo'mita tashkilotiga yetkaziladi. Ishlasalar buni usullar o'zgardi, bunaqa me'yor hujjatlar o'zgardi dedik. Endi unaqa emas, to'g'ridan-to'g'ri fuqaroga ham beryapmiz. Fuqaroga berganimizda ta'sirchanlik yana ham oshyapti. Lekin borgandan keyin fuqaro davlat qo'mita tashkilotini so'raydi, bitmasa mana qonun deyapti. Ko'rsatgani qulay. Xo'p. Bundan tashqari tuman hokimligi va xalq idoralari bozor tuman kengashi tomonidan qabul qilinayotgan hujjatlar o'rganib borilyapti. Shuningdek, huquqiy ekspertizadan o'tkazilgan va qabul qilingan qarorlarning ularning rasmiy nashrlarga e'lon qilinishi va rasmiy veb-saytlarga joylashtirilishi ahvoli doimiy ravishda monitoring qilib boriladi. Mana hozir ikkita o'sha o'zlarining xalqlar kengashining qarori chiqqan bo'lsa, veb-saytga joylashtirib qo'yamiz. Oddiy misol o'sha suv limitini yetkazib berish bo'yicha fermer qishloq xo'jaligi shug'ullangan tadbirkor subyektlar bo'ladigan bo'lsa, suv limitini sizlarga qarorlar bilan belgilab beradi, uni joylashtirib ularga yetkazib qo'yamiz. Bu tuman qayerdan keldi deb o'ylaydi. Biz aytamiz, normativ hujjat bo'yicha tuman hokimligi xalqlar kengashining vakolatidagi ish narx bu yil bunaqa belgilandi. Shuni o'zlari belgilab bersa, biz ularga yetkazib beramiz. Yangi tumandagi yangi chiqqan me'yoriy hujjat mana shu bo'ladi. Xo'p, fuqarolarning kundalik huquqiy muammolarini tahlil qilib kelinyapti. Tahlil qilish jarayonida asosan ish haqi va mehnat munosabatlari, subsidiya olish bo'yicha bog'liq masalalar, soliq masalalari, yuridik faktni belgilash, davlat notarius xizmatlarini ko'rsatish bilan bog'liq, kommunal xizmatlar ko'rsatish masalasidagi muammolar hozirgi kunda fuqarolardan juda ko'p holatlarda kelib tushyapti. Mana men yuqorida aytib o'tdim, 36 ta da'vo ariza kiritildi 6 oy davomida. 36 ta kiritganimiz natijasida mana hozirda raqamni sizlarga aytib o'taman. Bo'lim tomonidan fuqarolarning huquqlarini tiklash maqsadida kiritilgan da'vo arizalarimiz 36 bo'lsa, kiritganimiz hammasi aniqlantirish natijasida bitta fuqaroda yerga ajratish to'g'risidagi qaror to'g'rilanishi, fuqaro yerga oid bo'lgan huquq vujudga kelishi, meros masalasi va 3 barobar jarima deb turadi, 3 barobar soliq mashudan turadi. Aytaylik, bitta fuqaro yer ajratish to'g'risida qaror bor,
familiya ismida o'zgarishlar bo'lgan. Endi o'zgarishlar bo'layotganligi sababi u o'sha 89-yilda chiqqan qarorlarimiz, ijro komiteti qarorlari bo'lgan. Dadasini familiyasida yoki o'sha qarindoshining familiya ismlarida ozgina o'sha harflar o'zgarishi, uchastasi bo'lmasligi tufayli uni davlat ro'yxatidan o'tkazib bo'lmaydigan holatlar bo'ladi. Davlat ro'yxatidan o'tkazib bo'lmaydi, chunki to'g'ridan-to'g'ri pasportiga mos bo'lishi kerak. Shu holatlarni sud orqali tiklashga imkoniyat berilyapti. Fuqarolarga yetkazib huquqlar tiklanyapti. Fuqarolarimizga bu masalada yer bo'lib turgan huquqlari tiklashga erishilmoqda. Taqdimnomalar kiritish natijasida ham mana yerga oid bo'lgan qarorlar, ya'ni mustaqillikdan keyingi qarorlar, tuman hokimimiz o'zi qarorlaridan to'g'rilashyapti, sudga berilmaydi. Faqat tugatilgan tashkilot bo'lsagina sudga beriladi. To'g'rilab turib, o'sha yerga oid bo'lgan huquqlari chiqadi. Mana bitta shaxs o'zimizni uyimiz, mana shu yerda yashaymiz, bilamiz. O'zimizning uyimizda qarori bo'lmasa, kadastri bo'lmasa, to'laydigan solig'imiz kim nomiga deb turgan bilinmaydi. Davlat ro'yxatini o'tkazish kerak. Masalan, o'sha uy sizniki desa, sizning tasdiqlagan hujjati bo'lmagunicha biz uni sizniki deya olmaymiz. Yoki o'sha uyni o'zimizga deya olmaymiz. O'sha hujjatlarni rasmiylashtirishda hozir juda ko'p muammolar paydo bo'lgan. Ularni birma-bir yechib ketyapmiz. Bevosita o'sha fuqaro bilan gaplashib bo'lsa ham, tashkilotlar bilan hamkorlikdan teshib ketyapmiz. Ish haqiga oid masalalar bor. Ish haqiga oid masalalarimizdan hozir bitta e'tiborlarni jalb qilmoqchiman shu masalaga. Fuqaro Shohrux Xizraliyev tuman tibbiyot birlashmasining xodimi ishlaydi, vrach. Ustama to'lamaganidan norozi shikoyat qilgan bizga. Murojaatni o'rganib chiqish jarayonida tibbiyot birlashmasida ishlaydi, navbatchi hamshira, navbatchi vrach bo'lib ishlaydi, asosiy stavkasi ham bor. Xabarlaring bor, bitta vrach bir joyda tibbiyot birlashma sog'liqni saqlash sistemasida ikki stavka ishlash imkoniyati. Shuni bitta stavkasiga to'laydi, ko'pligini ikkinchisiga to'lamaydi. Biz buni qonun hujjatini o'rganib chiqqanimizda sudga berib, sudda hukm tiklashga erishdik. Mana shu sudning qarori viloyatimiz bo'yicha yagona bo'lib turibdi. Yagona bo'lib turibdi. Bu sudda uni himoya qilib olib, o'sha huquqni tiklab olganimizcha ancha vaqtdan ketadi, lekin resurs sarflanadi. Lekin provat natija ijobiy bo'ladi. Qonuniy yechib o'sha mana vrachlarimiz undan keyingi eshitgan bilgan vrachlarimiz ham bo'ldi, keldi ko'rdi. Qolganlar ham o'zini haqiqatan ham bizda shu huquqlarimiz bor ekan, biz ham murojaat qilsak bo'ladi, murojaat qilishingiz mumkin. O'z buxgalteriyasiga ko'rsatdik sud qarorini, agar mabodo boshqalarga to'lamayotgan bo'lsangiz, to'lab keting. Bu sudda mayda shu qaror noyob holat shetda turibdi, boshqa tumanlarda bu amaliyot yo'q. To'lamaydi. Endi bizda hozir mana shu narsani endi smetaga qo'yish, viloyatdan olishga erishamiz. Imkon bo'lsa, butun tumanimizdagi vrachlarimizga o'sha ikkinchi stavkada ishlaydigan ustama haqlarini undirishga erishiladi. Butun viloyatda biz tumanimizdan boshlanadi. Yangi amaliyot bo'ladi. Sudda ta'sirchan o'sha sudga kiritar ekanmiz, bitta fuqaroni, bitta huquqini holatimiz. O'shanga bog'liq bo'lgan hamma huquqlarni ichida qo'shib ketyapmizki, ertaga muammo bo'lmasligi uchun. Xo'p, bundan tashqari bo'limimizda xabarlaring bor, tuman bo'lim tarkibida ZAKS idoramiz bor, davlat xizmatlari markazi bor, milliy xizmat markazimiz bor. Ular to'g'risida ham qisqacha axborot berib o'taman. Milliy xizmat ko'rsatishda huquqiy xulosalar soni o'tgan yilning shu davrga nisbatan 2% ga kamaygan. Ijobiy berilgan xulosalar soni 27495 ta. Bu 6 oylik raqam. 27 mingta buyruq o'tkazdik. Shunda salbiy berilgan xulosa 16 ta, rad etilgan xulosalarga 30 dan tashkil qiladi. Aytaylik, tashkilotlarga kelib murojaat qilgan xabarlarim bor. Milliy xizmat ko'rsatish markazimiz ayrim tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlaydi. Ayrim holatlarda qaytargan paytlarda asosligini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bizda komissiya, o'zimiz ichki komissiya bo'lamiz. Bitta hujjatni o'tkazishda nechalardan o'tkazib turib keyin o'tkazamiz. Nimaga desa, hozir men xabarlarim bor. Regress tartibda da'vo qilish imkoniyati bo'lyapti. Aytaylik, bitta fuqaroga moddiy tarafdan ziyon yetkazib qo'yilgan bo'lsa, u yetkazgan ziyonni oldin davlat to'lab beradi. Davlat endi u tashkilot rahbaridan indirib oladi. Shu masala juda kemasligi uchun, muammo bo'lmasligi uchun imkon qadar kerakli buyruq va shartnomalarni huquq ekspertizadan to'liq o'sha o'tkazishga harakat qilyapmiz. Davlat xizmat ko'rsatish markazimiz bor. Tumanda 2026-yil 6 oy davomida 4150 ta xizmat ko'rsatilgan davlat xizmatlari markazidan. Shundan 3782 tasi jismoniy shaxs, 372 tasi yuridik shaxsga xizmat ko'rsatilgan. 372 shaxs davlat ro'yxati o'tkazilishiga erishilgan. Endi buni to'g'risida ma'lumotni raqam ko'rinishida aytyapmiz. Yuridik shaxslar xabarlaring bor, endi ularni
ichki nimasi bo'yicha axborotni berib bo'lmaydi. Hop, tumanda FXTO bo'limida qayd etilgan 2026-6 oy davomida 3935 ta fuqarolik holat da'vatnomalar qayd etildi. Bundan tug'ilish 2665 ta, o'lim 473 ta, nikoh 638 ta. Nikohdan ajrashish 159 dan tashkil etadi. Davlat xizmatlarining ko'rsatish sohasida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 215.1 moddasi talablari asosida qonunchilikni buzgan tashkilot rahbarlariga bevosita ma'muriy javobgarlikda elektron shaklda ishtirokisiz ko'rib chiqyapmiz. Ishtirok shart emas, oldin chaqirib ma'muriy qilinadi. Endi hozir mana yaqinda planshetlarimiz ham kelib qoladi. Bevosita ko'riladi, muddat buzilish bo'lsa, mana deyarli 70-80% davlat organ tashkilotlari davlat xizmatlari ariza orqali borib xizmat ko'rsatiladi, to'g'rimi? Shuni muddat buzilishlari yoki noqonuniy raddlariga o'sha biz viloyat adliya boshqarmasi tomonidan ma'muriy jarima qo'llaniladi. Ma'muriy jarimani biz bitta tumanda aniqlab ma'muriy protokolni jo'natamiz. Holat aniqlansa bizda qizil yonib qolaveradi. Biz endi bosamiz, jarima chiqib ketaveradi. Mana shakl o'tiryapti oxirgi holatlar bo'yicha. Qisqacha axborotim shu, savollar bo'lsa marhamat. Savollar bormi? Eng ko'p ariza qaysi sohada bo'lyapti? Hozirda eng ko'p soha arizalarimiz biz ko'rib chiqqan kadastr masalasida uy-joylar rasmiylashtirish bo'yicha 937 qaror. qonun bo'yicha. Xo'p, shundan bo'lyapti. Kadastrda ham boshqa qatnashyapti, o'zini eshitishimiz kerak. Nima uchun bu bunaqa ko'payapti? Mana bunday narsa bo'lyapti, hurmatli deputatlar. Biz bevosita nizo qonuni 2018 qonunda belgilab qo'yilgan, 2018-1-maygacha qadar bino inshoot qurilgan bo'lsa, mulk huquqini berilgan. Xatlovning mazmuni o'zboshimcha egallangan yer uchastkasiga qurilgan binolarni mulk huquqiga e'tirof etish to'g'risida. Hujjat yo'qmi, uni o'zboshimcha egallangan deb e'tirof etilyapti va xatlov o'tkazilyapti. Mana kadastrlar vakilimizdan bor. Shu mulk huquqiga e'tirof etilish bo'yicha xatlov o'tkazilyapti. Xatlov o'tkazilgandan keyin yerga nisbatan emas, uning ustida qurilgan mulkka nisbatan mulk huquqi beryapmiz. Yeri 99 yilgacha. Endi xatlov o'tkazganimizdan keyin fuqarolarda ayrimlari qo'lida o'sha yer ajratish to'g'risidagi qarori bor. Qarorlar bor-da. O'sha qarorlarini borib davlat xizmatlari orqali kadastrga berib, kadastrni davlat organlariga o'tkazib olmaydi. Aksariyat shundan kelyapti. Shu narsa qolib ketgan, endi unga 3 barobar soliq chiqyapti deb kelishadi. Endi aksariyat boshda shunaqa bo'ldi, keyin bekor bo'lib ketdi. Lekin shu holatda qaror borlar ham haq o'tib ketib qoldi. Birinchi anglashilmovchilik bo'ldi. Endi undan keyin uni bir narsani to'xtatib, shu qarorlar bor deganimizdan keyin endi birato'la butun uy-joy uchun kadastr hujjatlari tayyor davlat orqali o'tkazilgan hujjatlar ham masala bu muammo kelyapti. Nimaga desa, hatto jarayonda masalan fuqaroning uyini kadastr hujjati bor, davlat orqali o'tkazilgan, shu bo'yicha oldi sotib qilishga tayyor bo'lib, notariusga borsa, notarius buni o'tkazmayman. Ya bo'lmasa meros ochmayman deyapti. Nimaga desa, bu qaroringiz bilan davlat orqali o'tkazilgan guvohnomalar bir-biriga teskaridir. Kim fuqaro chiqyapti, nimaga deydi? Men hamma hujjatlar davlatga pul to'lab degan bo'lsam, nimaga deydi? Buni deydi, menda haq bo'ladi deb so'rayapti. Haqa borabaqa kelib oxir bizdan so'ragan paytda biz aytamiz, ha. Qarordagi bilan davlat orqali o'tkazishda anglashilmovchilik bo'lgan ekan o'sha paytda. Muammo shu. Endi men nima qilishim kerak deyapti. Bo'lmasa yer ajratish qarori bor. Shularga imkon qadar yordam berishga harakat qilyapmiz. Mana shu 4 ta 5 tasini sudga berdik. O'sha qarordagi familiyasi bilan pasportdagi familiyasi bilan bir-biriga moslashtirsa, keyin u boshqatdan davlat orqali o'tkazilar ekan. Keyin u notariusga borsa, keyin oldi sotdi bo'ladi. Mana shunaqa muammolar bo'ladi. Endi vaqt ketib qolyapti fuqarolar. Qo'limda tayyor hujjat bor edi yo'q. Kelyapti-da bizga. Endi haqiqatan tayyor hujjat bo'lgan odam ozgina nimaga degan savol berishi mumkin. Uni huquqi. Imkon qadar to'g'rilab berishga harakat qilyapmiz. Mana kadastrimizdan vakil bor. Bu to'g'risida tushuncha ham berishi mumkin. Men chekda savol bor. Mayli. Hani kadastr bor. Uni tayyor qilyapti. Boshqa yana xatlov qilinyapti. O'sha qonun. Bu kadastrga haqiqatan to'g'ri kelyapti. Pulini jo'naygan. Bu qarori bor. Hokim qarori bo'lsa bo'lmasa 3 million so'm to'lab 10 yil oldinmi, 1 yil oldinmi kadastr qilgan. Endi 907 bo'yicha yana boryapti-da. Yana xatlov qilib qoziq qoqilyapti.
nima deyilsa, uni hokimda qarori yo'q deyilyapti. Shunga hayronman. U oldin to'lagan. Kadastri bo'lgan. To'g'ri, kadastr hujjat uchun to'lagan. Unga huquqini e'tirof etish uchun hujjat yo'q-a? Shunday. O'zi e'tirofda 937-sonli qaror mazmuni o'zi kadastr hujjat emas. Huquqni e'tirof etish, mulkka, yerga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish. Hozir o'sha odam o'sha kadastrni onsot qilolmagan. Qilolmaydi. Oldin ham qilolmagan, hozir ham qiladi. Endi bu kadastrga to'lagan. Endi e'tirof etyapti. Yana kadastr qilsa yana to'lash kerak. O'sha kadastrga. Faqat guvohnomasi uchun pul to'laydi. o'zgarish bo'lgan bo'lsa shaxsiy. O'zgarish bo'lsa, musiga to'laydi. U bunday bo'lyapti, bu ekan. Sizga kelayotgan o'zbek masala emas. Meni savolim shunday. Kadastr hujjati bor deganda biz qo'limizda fuqarolar bo'lyapti. Qo'lda kadastr pasporti bo'lsa, meniki uy deb o'ylayapmiz. Hozir Pasporti, chizmalar, o'lchamlar, litrlar, to'g'rimi? U mulk huquqini bermaydi u. Bermaydi. Ha? Endi ular shuni o'ylayapti. Men qo'lda kadastr bor deb o'ylayapti-da ular. Aberxonniki bor. Uni shunday, unda masala yo'q. Lekin o'sha pasportdan tashqari davlat ro'yxatga o'tkazilganda reyestrda ko'chirma bor, guvohnoma bor, o'sha guvohnoma deymiz, o'sha hamma yo'q bor. O'sha ham boshqatdan kirib ketyapti, hatto. Endi aytyapti, men buni davlat ro'yxatga o'tkazish uchun hozir masalan 10 so'tib bo'lsa, deylik o'sha 3 milliondan o'tadi. Har xil 3 million atrofida pul to'laydi. Ben to'laganman deyapti. Sudga borib degan bitta fuqaromizga to'laganman deyapti. Qo'lida ko'rsak, reyestrdan ko'chirma turibdi. Agar shu reyestrdan ko'chirma to'g'ri bo'lganida, familiya ismlari to'g'ri o'tkazilgan bo'lganida, notariusga borganda ish bitib ketishi kerak edi. Notarius qaytarib bo'lyapti uni. Men aytyapman, kimda xatosi bu? Davlat ro'yxatga o'tkazishdagi xato kamchilik bo'lyapti. Endi biz aytdik, to'xtadik, gaplashdik. Shuni to'g'riladik. Familiya ismida qarorga to'g'rilashga to'g'ri keldi. Yerda ajrash to'g'risida qaror. Endi hozir bu notariuslarda o'zida oldirib, notariuslarda ichida jon, bek degan qo'shimchalar bilan farq qilmagan. Bundan 2 yil oldin ham endi Ulug'bek degan bu Nurullajon bo'lsa, Nurullo bo'lsa ham farqi yo'q, o'tkazdirilgan. Hozir pasportingizda Nurullajon yozilganmi? Bo'ldi, reyestrda ham Nurullajon bo'lishi kerak. Shuni farq qilmayapti, shuni qabul qilmayapti notarius. U reyestrdagi xato kamchilik emas. Tizimdagi o'sha notariuslarni qaytaryapti turgan. Oldin qabul qilgan. Arzimagan bitta har bitta noto'g'ri i o'rniga a kirib qolgan bo'lsa ham notarius qaytaryapti. Oldin bundan 2 yil oldin shunday o'tkazilgan. To'g'ri aytyapsiz. Endi o'shani qaytargani xato. O'sha o'tkazmasdan o'tkazib yuborgani notariusdir. Shunaqasidan nechtadir notarius hozir mana sudga qatnayapti. Nimaga desa, meros bo'lgan bizga keladi. U taqsimot qilib qo'yib bilan ish tugamaydi-da. Ish tugamaydi. Merosdan biz aytganda notarius o'tkazib qo'ydi, taqsimot qilgandan keyin nariga meros bo'lib kelyapti. Bizni kadastr hujjatimiz deyapti, xato edi. Buni kadastrdagi ro'yxatga o'tkazishda xato bor. Davlat notarius oqibatda xato qilgan bo'lishda endi meni huquqim buzilyapti deyapti. Faktiski oddiy misol. Pasportimizga to'g'ri tushmasa, familiya ismimiz. Borib to'g'rilab berish kerak bo'lyapti. Endi u o'sha yerdan qaytib kelyapti. Endi notariuslar nima qilyapmiz? Biz fuqaroga tushuntiryapmiz. Xato kamchilikka kim yo'l qo'ygan bo'lsa, sudga o'zini olamiz. Bu masala nizoli masala bo'lganligi uchun o'sha paytda xato qilganmi, bugun xato qilganmi, kecha xato qilganmi, sudga beramiz. Nimaga? Endi regress tartib undiriladi. Oldin davlat to'lab berardi, davlat xato kamchiligi deyapti, endi unaqa emas. Endi to'g'ridan to'g'ri cho'ntagida undirilgan pul sudga beriladi. Ulug'bek rahmat aytgan sizga. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa yana tayyormiz. Takliflarimizni berdik. Hurmatli deputatlar ko'rib chiqsalaring tekshirish bo'yicha. Rahmat. Mazkur masala yuzasidan tayyorlangan qaror loyihasi munosabat bildirishlarini so'rayman. Taklifga rozilar? Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror loyihasi tasdiqlandi. Kun tartibidagi 2 va 3 masalalar tuman hokimligining tuman mahalliy byudjetining 2026-yilga shakllangan qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risidagi taklifini ko'rib chiqish hamda tuman hokimligi huzuridagi tashkil etilgan infratuzilmaviy ish va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'larini yo'naltirish to'g'risidagi masalalar dastlabki tarzda mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalasi bo'yicha doimiy komissiyasida ko'rib chiqilganligi yuzasidan
Komissiya xulosasini o'qib eshittirish uchun so'z doimiy komissiya raisi To'ychiboyev Tohirjon O'lmaslichga. Marhamat. Xalqaro bog'liq kengashi mahalliy byudjet tadbirkorligini rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan hokimlikning tuman mahalliy byudjetining 2026-yilga shakllangan qo'shimcha rejalari hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risidagi taklifi aholi uchun ko'rib chiqildi. Ko'rib chiqish jarayonida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2026-yil 4-martdagi 325 sonli qarori bilan tasdiqlangan namunaviy nizom talablari O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksining tegishli normalari hamda tuman byudjetining qo'shimcha manbalarini aniqlash va ulardan foydalanish tartibida soluvchi byudjetlar asosida tahlil etilgan taklif o'rganildi. Shuningdek, tuman byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'larni yo'naltirish bo'yicha umumlashtiruvchi komissiyaning xulosasi mablag' oluvchilar tomonidan tahlil asoslovchi hujjatlar hamda mablag'larni yo'naltirishning maqsadga muvofiq taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra 2026-yil 1-oyga bo'yicha aniqlangan prognozlar boshqa bajarish hisobidan jami 720 million so'm byudjetlantirilgan mablag'lar kamaytirish natijasida o'sha mablag' hisobidan esa 2.695 million so'm jami 10.415 million so'm mablag' yo'naltirish taklif etilgan. Doimiy komissiya tomonidan mablag'larni yo'naltirish nazarda tutilgan tadbirlarning ijtimoiy iqtisodiy ahamiyati, ularning zarurligi, etilgan asoslovchi hujjatlar asosida mablag'larni yo'naltirish maqsadga muvofiq topildi. Mazkur masala mas'ullar soha mutaxassislari va ekspertlar ishtirokida muhokama qilindi. Tuman kengashining navbatdagi sessiya muhokamasiga kiritish haqida komissiyaning tegishli qarori qabul qilingan. Uchinchi masalamiz Xalqaro bog'liq tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirkorligini rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan Bog'liq tuman hokimligi huzurida tashkil etilgan infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'larini yo'naltirish to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi. Ko'rib chiqish davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yildagi son farmoni hamda tegishli hujjatlar asosida jamg'arma mablag'lardan foydalanish bo'yicha taqdim etilgan takliflar komissiya tomonidan jamg'arma mablag'larini yo'naltirish yuzasidan tuman hokim o'rinbosari tuman inson ijtimoiy hamda iqtisodiy tomon bo'limining tegishli xulosalari o'rganib chiqildi. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, tuman hududidagi mahallalarda jinoyatchilik va buzarlikni oldini olish maqsadida kuzatuv kameralarini o'rnatish, shuningdek ko'p qavatli turar joy binolarni tashqi qismini to'liq ta'minlash uchun jamg'arma mablag'larini yo'naltirish nazarda tutilgan. Komissiya a'zolari tomonidan masalan mazmun mohiyati, mablag'larni belgilangan yo'nalishlarga yo'naltirish zarurati hamda ularning maqsadli va samarali sarflanishi masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, ajratilayotgan mablag'lardan amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq belgilangan maqsadlarda foydalanish ta'kidlandi. Shuningdek, infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi hisobidan favqulodda vaziyatlar bo'limi uchun zaxira suv nasoslari, suv yenglari, suv shlemlari va mahsulot kiyimlar xarid qilish hamda tuman markaziy yurt qurilish xizmati uchun mablag' ajratish yuzasidan bildirilgan takliflar ham ko'rib chiqildi. Mazkur takliflarning jamg'arma mablag'larini yo'naltirishning belgilangan maqsad va vazifalarga muvofiqligi o'rganilib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi 17 son farmoni talablarga mos kelmasligi sababli doimiy komissiya tomonidan ushbu takliflarni rad etish to'g'risida xulosa qilindi. Mazkur masala mas'ullar soha mutaxassislari va ekspertlar hisob raqamida turgan 9.245 million so'mlik mablag'dan
Shundan tavsiya etilyapti. Endi bugungi kunda holatlar haqida gapiradigan bo'lsak, zaxira jamoalarimizda 319 million so'm qoldiq mavjud. Yil boshiga shakllangan erkin qoldiq mablag'laridan 9 million so'm qoldiq mavjud. Daromad darajasi ortiqcha bajarilgan ikkinchi chorakdan qoldig'imizdan 9 million 245 million so'm. Elektron savdolar orqali binolar sotishidan 217 million so'm. Elektron savdolar orqali ijara yer maydonlarini sotilishidan 172 ming sonli qarorga asosan 198 million so'm. Demak, davlat aktivlarini sotishdan tushgan tushumdan 70 million so'm, jami 10 milliard 59 million 755 million so'm. Demak, tuman hokimligi deputatlari va ixtiyorda pul mavjud. Shundan hozir biz 7 milliard 220 million so'm mablag' tavsiya etdik. Bundan tashqari yana mablag'larimiz haqida gapiradigan bo'lsak, ayollar jamg'armasida demak 2 milliard 125 million so'm pulimiz mavjud. Yoshlar daftari jamg'armasida 1 milliard 220 million so'm pulimiz mavjud. Demak, saxovat ko'mak bizga o'z qaramaydi. Infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasida 3 milliard 1 milliard 655 million so'm mablag'larimiz mavjud. Qisqacha qilib demak, daromad darajasi ortiqcha bajarilgan qismi hisobda axborot berdim. Ruxsat bersalar, ikkinchi demak, Bog'ot tuman hokimligi huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'laridan tavsiya etilayotgan summalarni sizlarga yoritib beraman. Demak, bugungi kunda infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasida yil boshiga 27 million 18 million so'm mablag' qoldiq qolgan. Bugungi holatiga demak 9 milliard 4 milliard 917 million 444 ming so'm mablag' shakllangan. Shundan sizlarga qaror tavsiya va qarorlarimga asosan demak 3 milliard 288 million 550 ming so'm mablag' ishlatilgan. Bugungi holatiga 2 milliard 1 milliard 655 million so'm qoldig'imiz mavjud. Endi qisqacha qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish tartibi takomillashtirish to'g'risidagi 17-sonli qonuniga asosan demak biz tavsiya etyapmiz. Bunda O'zbekiston Prezidentining tartiblar qarori ijrosini ta'minlash, jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olish, tuman hududida mahalla va kuzatuv kameralari uchun sotib olingan, mahalla bo'limi tomonidan sotib olingan 100 dan ortiq kameralar mavjud. Hozirgi kunda ularni harakatlar smetasida o'rnatish harakati yo'qligi sababli mahalla bo'limi boshlig'ini mahalla bo'limi tomonidan 14-joriy yil 14-avgust kunga 206 sonli bildirgan xatiga asosan demak 40 million so'm ushbu kameralarni o'rnatish uchun ishlatyapmiz. Buning natijasida demak 100 ga yaqin kameralarimiz tarmoqqa ulanadi va markazlashgan holda kuzatish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, demak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 25-fevral kuni ko'p qavatli uylarni boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 48-sonli qaroriga asosan, demak, Bog'ot tumani Do'stlik, O'zbekiston, Guliston mahalla faoliyatida 8 ta ko'p qavatli turar joylarda uylarni biz 25% ni qoplab bersak, demak 33 million 8 million so'mni qoplab bersak, 75 million so'mni yuqori tashkilot tomonidan qoplanishi va natijada demak 8 ta ko'p qavatli uylarning bugungi tizimli muammolarni bartaraf etish bo'yicha smeta formik ko'rinishlar mavjud. Shularda 33.8 natijasida demak aholini ijtimoiy qiynab kelayotgan muammolari bartaraf etiladi. Bu bo'yicha demak pullarni xarajati bo'yicha tavsiya etilayotgan qisqacha ikkita masala bo'yicha axborot berdim. Agar rozi bo'lsalar, demak bugungi kunda O'zbekiston Prezidentining Iqtisodiyot va moliya vazirligining 26-12-yanvardagi 2026-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi 1105-sonli qonunning ijrosini ta'minlash bo'yicha demak tejamkorlik va barqarorlik ta'minlash bo'yicha tekshirishlar va shu kungacha byudjet tashkilotlari xarajat smetasi bo'yicha monitoring o'tkazilgan. Buning natijasida demak 2 milliard 695 million 124 ming so'm mablag'lar demak ma'qullashtirilgan xarajatlar nimasiga xarajatlar hozir sho'rga o'tkazilgan. Bu
qisqacha axborot beradigan bo'lsam, demak, ta'lim ta'lim bo'limi X tartibligi, sport bo'limida qutqaruvchi shtatligi shtat birligi, keyin xalq qabulxonasida shtat birligi, umum texnik xodimlaridan 137 million so'm mablag' hisoblangan. Birinchi guruh xarajatlarida demak, o'sha davlat chegirmasi asosida bugungi kunda 5 ta lotga bo'lingan issiqlik tizimimiz bor. Ularda xarajatlar smetasini chiqarishni rejalashtirishda 1 milliard 800 million so'm rejalashtirilgan bo'lsa, bu me'yordan ortiqcha bo'ldi. 1 milliard 300 million so'mga nisbatan ortiqcha shtatlarga rejalashtirilgan. Asosiy vositalardan boshqa soliq tashkilotlar asosiy vositalardan o'tgan yilgi statistik xarajatga nisbatan ko'p rejalashtirish natijasida umuman olganda 2 milliard 695 million so'm 124 ming so'm demak hisob bo'lgan. Bugungi kunda mablag'larimiz mavjud. Shuni agar sizlarda roziliklar bilan yil 3-chorak yakunlanishi kutilayotgan demak ish haqidan qarzdorlik va zaruriy xarajatlar uchun byudjet tashkilotlarini yo'naltirishimiz kerak. Demak, birinchi o'rinda ish haqi o'rnida tenglashtirgan to'lovlar uchun 572 million 124 ming so'm, maktabgacha demak 480 million so'm qaroriga asosan xodimlarni rag'batlantirish uchun 385 million so'm, tuman hokimligini qo'riqlash xizmati u degani ko'chada boshqa 3 ta tashkilot 3 ta nimamiz bor, qo'riqlash xodimimiz bor. Shularning oilalarga vujudga kelgan qarzdorligi 450 million so'm, chiqindi tashish byudjet tashkilotida chiqindi tashish xarajatlari uchun 180 million so'm, ichimlik suvidan qarzdorlik uchun 170 million so'm, elektr energiyadan vujudga kelgan 937 million so'm qarzdorligimizga ta'sir qilyapmiz. Bu 2 million 695 million. Bu shu bo'yicha agar qisqacha ahvolim shu, agar shularni ta'sir etsa, ta'sir etib tasdiqlansa, biz respublika moliya vazirligiga xalq bilan chiqib xarajatlarni o'zgartirish kiritishimiz, qolgan xarajatlarda demak, qolgan byudjet tashkilotlariga zaruriy xarajatlarga o'tkazib berishimiz kerak. Marhamat. Aslında hepimiz o bacadan Agrobanka'da avval verdik görüştük o sınav hesabında sabahleyin. Bo'ldi, bu muammo yo'q. Bu bo'yicha qisqacha ahvolot beradigan bo'lsam, demak, O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'inining infratuzilmasini yaxshilash, O'zbekiston hududida mavjud infratuzilmasini yaxshilash va yo'l bo'yi beton to'siqlari hamda temir panjaralar o'rnatish uchun 558 million so'm mablag' shu kungacha ajratilgan va 50 million 508 million so'm mablag' moliyalashtirib berilgan. 50 million so'm olib qolingan. Sababi oxirgi hisob-kitoblar tekshirish aktidan o'tkazib berilish uchun olib qolingan. 558 million dastlab hisob-kitoblarga asosan ajratilgan, smeta xarajatlarini ishlatilgan. Endi hozirgi kunda hurmatli deputatlarga byudjet so'rovi asosida, deputat so'rovi asosida kiritsam hech qanday muammo yo'q. Ikkinchi masalamiz ham bor. 49-fevralda alohida yondashuvlar asosida tumanimiz og'ir tumanlarga tushirilgan. 60 million so'm mablag' ajratilgan. Unda 2026-27 yillarda 2026-yilda 22 milliard so'mga demak tuman markazi kanalizatsiya bo'lishi tavsiya etilgan. Birinchi o'rinda mana shu yo'nalishimiz bo'yicha bizni kanalizatsiyamiz katta asosiy yo'limizni asosiy qismida 4,5 metrga 4,5 metr chuqurlikda, 4,5 metr kenglikda kovlanib tortilishi rejalashtirilgan. Yo'q, agar ajratish kerak bo'lsa tavsiya qilsam ko'rib ham chiqaramiz ulardan yoki birdaniga vaqt tursak infratuzilma asosida saqlanadi. Yoki yakunda ishlar ajratib qo'ysak ham bo'laveradigan masala. Shuni agar tavsiya qilsam ko'rib chiqib qilsak ham bo'laveradi. Yoki o'zi sifatida men bu kanalizatsiyani tortib olgandan keyin sifatini boshqadan tortganini maqsadga Keyin ekan. sababi hozir dastlab ajratilgan, shu boshlangandan keyin qaror asosan mablag' yetib keldi 60 million, 60 milliondan 22 million mablag' rejalashgan. Hozir 17 kilometr rejalashgan, shu turbalar yetib keldi. Qorako'lda ko'rgan bo'lsangiz 60-80 diametrli kanalizatsiya turbalari yetib keldi. U ikkita kun nimalar bo'ladi? Birinchisi Samarqand yo'nalishi bo'yicha keladi. Birinchi padim Samarqand oldiga asosiy bitta kines qo'yiladi, ba'zan tortganda ikkinchi padimga tashlab beriladi. 3 gektarga joylashyapti. Hozir kunda 2,5 gektar joy mavjud. Endi bu tarafdan ko'rlanishni boshladi. Xudo xolasa hozir ish boshlandi. Uzoqlik 2,5 joydan
markazga yetkazib ko'rlar bo'ladi. Tashlab berlar, bu mablag' ichida turba tashlab, o'q chiziqlar tashlab, har 50 metrga karodiz tashlab, usti asfalt qilib berish. Ichida o'tiribdi. Yo'llar remont tugatish muddati bormi? Juda kecha bitta qur ham tushib ketib qoldi. Qaysi yo'llar? Misol uchun Kurkdan Bizni mahallada. Uni yo'llarni 2020 o'sha investitsiya dasturi asosida 2026 demak bizning muhtarama prezidentimizda tashrifiga asosan, joriy tashrifiga asosan muammoligi uchun ajratilgan, ish boshlanish topshirig'i berilgan. Lekin mablag' ajratish masalasi yaqinda bosh vazir hukumatdan bosh vazirni tarafda bo'lib chiqdi. Unda 3-chorakda moliyalashda ajratilgan, lekin u ish ketyapti, to'xtagan emas. Boshqa zo'r ketyapti. Hozir keyingi oyda mablag' uchun mablag' 44 milliard mablag' xudo xolasa 3-chorakda yakunida keladi. Bu endi Respublika budjeti hisobida 22 milliard ha 22 milliard haqiqatan dastlabki hisobotlarga asosan sud boshqa chiqib ketgan, lekin biz o'zimiz ustida turganmiz. 46 milliard hisob kitob qilganmiz. U asosiy nima? U asosiy xuddi mana shu holatcha knes bor. Zamonaviy knes bu tarafdan unsur kiradi. Aytishlar temir-temirga, qog'ozga qilinib, u tomondan g'ish misoli chiqadi. G'ish misoli qisilib chiqadi. Bu tomondan yo'li kak haligi texnik suvga o'xshab qishloq xo'jaligiga xizmatlantirib, dorisini qo'shib, bu tarafidan kolodusli mashinalarga, gazol, benzin o'rniga kuyilib qishloq xo'jaligi ishlatadigan, bu tarafdan suv chiqadi, bu tarafdan g'ish chiqadi. Xuddi shunaqa apparat, shunchadan kattaroq apparat bor. U 22,5 milliard. Uni viloyat hokimimiz 27-yilda bosh dastlabki qo'yib berishgan. Sababi biz hisob kitoblarga asosan domimiz 27-yilda edi. U domlardan tushgan axlat borguncha oxirgi usulimiz kanalizatsiyamizda borgan usul 1 yil vaqt ketadi. Bizda bemalol 27-yilda ikkinchi yarim yilga apparat qo'ysak bo'ladi. Lekin tuman markazidan zax qochib ketadi. Sabab avtomatik har doim tortib turishi natijasida suv raqib boradi. Sabab hozir men domni qo'ylab qo'ydim, topdim domni uni qo'ylab qo'ydim. Basseynga o'xshaydi, basseynga. Ko'rgak. 9,5 metr qo'ylash kerak. 5 metr qo'ylaganda ko'p hozir basseynga o'xshab turibdi. Hozir kanalizatsiya yursa, mana hozir dastlabki hisobotlarga asosan 3 yillik nimamiz mavjud. 3 yilda 84 ta dom quriladi 22 gektar yerga. Mana burchakdan u tarafga qopqoqda yurish sitaporda burchak shu joy 22 gektar ekan. 84 ta dom quriladi. 84 ta domda 50 ta domi asosiy 24-7 ko'chalarda. Bu ko'chalar bozor yonidan keyin Ariq bor bilasizlar. Ariq yonidan bitta shoh ko'cha o'tyapti. Samarqand keladigan ko'chasi o'tyapti. Tutashyapti, to'g'ri. Oradan 35-maktabni to'g'risida yana bitta katta ko'cha tushib kelyapti o'sha yerga. Proporsional 4 ko'cha. Tushib kelish natijasida o'sha 24-7 u 24-7 atrofda 24-7 da 50 ta dom quriladi. 50 ta domda hozirgi domimizning pastidagi kvadrati 820 metr kvadrat. Demak 4 gektar planshetkalar paydo bo'ladi. Bu birinchi etajda o'zida, agar ikkinchi etajda ham qilishmasa. U 4 gektar yer degani hozir bozorimiz 1,5-2 gektar yerda turibdi. Bozorda ikkitasida bizni savdo majmui paydo bo'ldi. U degan tuman markazi mana shu tarafda, hozir mana Ho'jar akaning yoni tuman markaz hisoblanyapti-da, chunki savdo majmualari bor, katta magazin o'sha ham surilib ketadi. Bu degani xudo bo'lsa shaharlarda yetarmaydi. Rahmat. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, mazkur ikkala masalalar yuzasidan tayyorlangan qaror loyihalari tayyorlangan. Marhamat. Har ikkala masala yuzasidan ikkinchi masala yuzasidan qaror loyihasiga munosabat bildirishdi. Taklifga rozilar, qarshilar, e'tiroflar yo'q. Rahmat. Uchinchi masala yuzasidan tayyorlangan qaror loyihasiga munosabat bildirishdi. Demak, taklifga hamma rozi. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Qaror loyihasi bir ovozdan tasdiqlandi. Kun tartibidagi 4-masala. Tuman hokimining 2026-yil 5-avgustdagi Bog'dod tumani hokimi o'rinbosari, investitsiyalar, sanoat va savdo bo'limi boshlig'i Ashirov Akmaljon Ibragimovich 2026-yil 4-avgust kuni egallab turgan lavozimidan ozod etish to'g'risidagi 330-sonli qarori hamda tuman hokimining 2026-yil 6-avgustdagi
Sunnatullayev Sardorbek Sunnatullo o'g'li 2026-yil 4-avgust kunidan Bog'dod tuman hokimi o'rinbosari investitsiyalar, sanoat va savdo bo'limi boshlig'i etib tayinlash to'g'risidagi 331-sonli qarorni tasdiqlash masalalari dastlabki tarzda korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyada ko'rib chiqilganligi yuzasidan komissiya xulosasini o'qib eshittirish uchun so'z doimiy komissiya raisi Hamroqulov Doniyor Tohirinovga. Rahmat. Assalomu alaykum, yig'ilish qatnashchilari. Korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalasi bo'yicha doimiy komissiya tomonidan Bog'dod tumani hokimining 26-5-avgust Bog'dod tumani hokimi o'rinbosari investitsiya va sanoat savdo bo'limi boshlig'i Ashirov Akmaljon Ibrohimovich 26-yil 4-avgust kunidan egallab turgan lavozimidan ozod etish to'g'risida 330-sonli qaror hamda ushbu masalaga oid taqdim etilgan hujjatlar atroflicha o'rganib chiqilib, o'rganishlar davomida mazkur qaror O'zbekiston Respublikasi mahalliy byudjet hokimiyati to'g'risidagi qonun talablariga muvofiq qabul qilinganligi hamda lavozimdan ozod etish masalasida xalq deputatlar tuman kengashi tomonidan ko'rib chiqilishi belgilangani qayd etilgan. Doimiy komissiya muhokama davomida qayd etilgan hujjatlar o'rganib chiqib, lavozimdan ozod etish bo'yicha tuman hokimining qarorini ma'qullash hamda ushbu masalani xalq deputatlar Bog'dod tuman kengashi navbatdagi sessiyasida muhokamaga kiritish muvofiq ekanligini e'tirof etilgan. Mazkur masala mas'ullar va soha mutaxassislari ekspertlar ishtirokida muhokama qilib, tuman kengashining navbatdagi sessiyasida muhokamaga kiritilganida komissiyaga tegishli qaror qabul qilingan. Mazkur komissiyaga qarashli korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalasi bo'yicha doimiy komissiya tomonidan Bog'dod tuman hokimining 26-6-avgustda Sunnatullayev Sardorbek Sunnatullo o'g'li 26-4-avgust kunidan Bog'dod tuman hokimining o'rinbosari investitsiya sanoat savdo bo'limi boshlig'i etib tayinlangan to'g'risidagi 331-sonli qarori hamda ushbu masalaga oid taqdim etilgan hujjatlar atroflicha o'rganib chiqilgan. O'rganishlar davomida mazkur taklif O'zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonun talablariga muvofiq amalga oshirilganligi, nomzodning lavozimiga tayinlanish, tuman hokimligi faoliyatida yanada samarali tashkil etish, investitsiyani jalb etish, sanoatni rivojlantirish, savdo sohasini yanada kengaytirish hamda tumanning iqtisodiy salohiyatini oshirishda xizmat qilishini qayd etilgan. Doimiy komissiya muhokama davomida nomzodning zimmasiga yuklatilgan vazifalarni samarali tashkil etish, davlat dasturlarini hududiy loyihalar ijrosini ta'minlash, tumanda investitsiya loyiha samaralarini amalga oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash belgilangan vazifalarni o'z vaqtida sifatli bajarish muhimligini ta'kidlandi. Mazkur masala va soha mutaxassislari ekspertlar ishtirokida muhokama qilinib, tuman kengashining navbatdagi sessiyasida muhokamaga kiritish, komissiyaga tegishli qaror qabul qilish berildi. Rahmat. Sunnatullayev Sardorbek Sunnatullo o'g'lini ushbu mas'uliyatli lavozim bilan tabriklab, kelgusida faoliyatda tumanning investitsiyaviy salohiyatini oshirish, sanoat va tadbirkorlikni rivojlantirish borasida samarali ishlarga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Marhamat, mazkur masala yuzasidan tayyorlangan qaror loyihasiga munosabat bildirib qo'yishlarini so'rayman. Ushbu taklifga rozilar? Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror loyihasi tasdiqlandi. Sunnatulla Sardorbek o'g'li o'zlari o'qib ekan. Demak, har ikki Xitoy davlat Lanjao universitetini, Farg'ona politexnika institutini sirtqi tamomlagan, kunduzgi Lanjao universitetida kunduzi o'qishgan, Farg'ona politexnika institutini magistraturani tamomlashgan, politexnika institutida hamda shu bilan birgalikda 3 ta tilni biladi. Demak, rus, ingliz hamda xitoy tillari bilan bemalol gaplasha oladilar va bu yerga kelguncha Xitoy davlat Lanjao universiteti talabasi, Qo'qon shahar mashhur Bekmazali davomli mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari, Qo'qon shahar davlat soliq inspeksiyasi rahbar kotibi, Farg'ona viloyati politexnika institutining talabasi, Farg'ona politexnika institutining magistranti, xususiy tadbirkor, Farg'ona viloyati investitsiyalar, sanoat va savdo boshqarmasi, Uchko'prik tumani sho'ba bosh mutaxassisi, Farg'ona viloyati investitsiyalar, sanoat va savdo boshqarmasi, Bog'dod tumani sho'ba bosh mutaxassisi. Bugundan boshlab mana 6-avgustdan boshlab Bog'dod tumani hokimi o'rinbosari investitsiyalar, sanoat va savdo bo'limi boshlig'i etib tayinlanyapti. Barcha deputatlar nomidan hamma ishlaringizga muvaffaqiyat Hurmatli deputatlar, demak ertaga tumanimizda demak
hozir hokimiyatni so'zyapti, mikrofonlarni chet elga doktor chiqib ketdi. Demak, soat 5:30larda ochamiz. 5:30larda ichkarida 500 talik joyimiz bor. Tadbirimizga ertaga bormaydi, hasharamlar. Endinga 27-ga ertaga qishloq xo'jaligi tadbiri bor, shunga aralashtirib olamiz. Demak, ertadan keyin 5:30ga oilani olib kelasizlar. Biz yigitlarga biletni berib qo'yamiz. Bilet bo'ladi ichkariga. Ichkariga 450-500 ta joyimiz bilet bo'ladi. O'shandan faqat bo'ladi. Ko'rsatilgan bo'ladi. O'sha joyga borib o'tirasizlar. Qolgan joylarimiz atrofga o'ralgan, skameykalar bo'ladi. Umuman shunga kech qolmasdan. Vaqtida kelish kerak yo'q. Sababi 450 ta joyimiz bor. Yulduz Usmonova bizda mehmon bo'ladi. Ungacha yana boshqa artistlarimiz ham bor, Yahyo Bo'latkasi bor, akasi bor. Marg'ondan 5-6 ta artistimiz bor. Qolgan o'zimizni madaniyat tarbiyat o'tkazadigan hofizlarimiz bo'ladi. Shunga endi Bag'dod 100 yillik munosabat bilan Yulduz Usmonovani jonli konsertni ishlamizda. Katta rahmat. Sessiya ishtirokchilari hali sessiyamizni tugamadi. Demak, axborot berish uchun so'z ushbu sessiya yakunlari bo'yicha sessiya kotibi Turxon Nurziyoyev Hozir qizg'oqlik ochiladi. Assalomu alaykum, deputatlar, sessiya ishtirokchilari, deputatlari Bag'dod tuman kengashining navbatdagi 26 sessiyasi o'z ishini yakunladi. Sessiyada tuman kengashiga saylangan 21 nafar deputatdan 19 nafar qatnashdi. 5 nafar deputat uzrli sabablarga ko'ra ishtirok eta olmadi. Sessiya ishida yetarli kvorum ta'minlandi va sessiya o'z ishini belgilangan vaqtda boshlandi. Sessiya kun tartibidagi masalalar va bu bo'yicha kengash qarori loyihalari barcha deputatlarga tarqatildi. Kun tartibiga kiritilgan masalalarga, shuningdek sessiya raisi tomonidan taklif etilgan sessiya reglamentiga o'zgartirish yoki qo'shimchalar kiritish yuzasidan deputatlarimizdan taklif tushmadi. Shunga ko'ra, sessiya kun tartibi va reglamenti tasdiqlandi. Sessiya kun tartibidagi masalalar dastlabki tarzda tegishli doimiy komissiyalar ko'rib chiqilib, kengash sessiyasi kun tartibiga kiritilgan. Sessiyada tuman hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, davlat organlari va tashkilotlarda norma ijodkorligi, huquqni qo'llash hamda huquqiy targ'ibot va ma'rifat ishlari holati, tuman aholisini ijtimoiy hayot tarzini yanada yaxshilash kabi jami 5 ta masala muhokama qilindi. Birinchisi, Bag'dod tumanida davlat organlari va tashkilotlarida norma ijodkorligi, huquqni qo'llash amaliyoti hamda huquqiy targ'ibot va ma'rifat bo'yicha olib borilgan ishlar holati to'g'risida tuman adliya bo'limi boshlig'i N. Ismoilovning aholati. Ikkinchi, tuman hokimligining tuman mahalliy byudjetining 2026-yilga shakllangan qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risidagi taklifini ko'rib chiqish to'g'risida. Uchinchi, Bag'dod tuman hokimi huzurida tashkil etilgan infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'larini yo'naltirish to'g'risida. To'rtinchi, Bag'dod tuman hokimining 2026-5 avgust kungi 330 sonli hamda 2026 6 avgust kungi 331 sonli qarorlarni tasdiqlash to'g'risida. Barcha masalalar yuzasidan kengashning tegishli qarorlari qabul qilindi. Sessiya jarayonlari kengashining YouTube sahifasi orqali to'g'ridan-to'g'ri yoritib borildi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, 7-chaqiriq xalq deputatlari Bag'dod tuman kengashining navbatdagi 26-sessiyasini tasdiqlangan reglament asosida o'tgan deb hisoblasak bo'ladi. E'tiborlarni Rahmat. Sessiya tartibida bo'lgan masalalar ko'rib chiqdi. Mana chiqildi. Sessiyani olib borish to'g'risida taklif va mulohazalar bor. Shu bilan xalq deputatlari Bag'dod tuman kengashining 7-chaqiriq navbatdagi 26-sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Abdulaziz, bu adliya bizga